Assalomu alaykum, aziz kuzatuvchilar, aziz obunachilar. Mana bugun yana bir takroriy uyimizni yana bir qo'yamiz. Mana atroflarni ko'rsatib o'tamiz. 20 sotik 11 xonadan iborat. Hozir sizlar bilan shuni tanishtirib chiqamiz. Mana kattagina uy. Aziz kuzatuvchilar, manzil O'rta-Chirchiq tumani Uchko'z hokimiyat. Mana bu yog'imizdan boshlanadi chegara. Mana tomonlarni ham ko'rsatib o'tamiz. O'rta-Chirchiq tumani Qorasuv mebelchilar shahridan bir ichkariga 5 yo 6 kilometr yuriladi. Tomonlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rishinglar mumkin. Hokimiyat shundoqqina yoninglarda. 2 kilometr uzoqlikda. Bismillahirrohmanirrohim. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar kuzatuvchilar. Mana bu xonamizni ko'rsatib o'tamiz. Ko'rishinglar mumkin. Uylar remontdan chiqqan, tayyor. Pechga отопление o'tgan. Keyingi xonamiz ozgina ta'mirtalab. Ko'rishinglar mumkin. Keyingi xonalar bilan tanishtirib o'tamiz. Bu yog'imiz zal ekan. Kattagina bir taxminiy 4 ga 7 mi? Shu atrofda 7 yo 7,5. Keyingi xonalarni ko'rsatib o'tamiz. Mana hovlida parnik. Dehqonchilik qilsanglar ham bo'ladi, mana aziz kuzatuvchilar. Keyingi xonalar bilan tanishtirib o'tamiz. Mana bu xonamiz remontdan chiqqan, bunisi ham. Pechga отопление o'tgan. Kuzatishda davom eting. Keyingi xonalarimiz bilan tanishib chiqamiz. Bu yog'imiz ham zal ekan, mana. Kattagina mehmonxona qilsanglar. Uy savdosi kanali aziz kuzatuvchilar. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Kimdan kim reklama xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Tashqi tomondan ko'rinishi. Remenga xonalarga kirib chiqamiz. Bu yoqda 2 xona, 3 xona remenkasi bor ekan mana. Tayyor remontdan chiqqan, mana pechkalari bilan. Bu yoq oshxona ekan. Oshxona. Hovlim past tomonini ko'rsatib o'tamiz. Mana keyingina hovli. Aziz kuzatuvchilar. Past tomon shundoqqina daryo bo'yida, kanal bo'yida. Kuzatishda davom eting. Manzilni eslatib o'taman. O'rta-Chirchiq tumani Uchko'z. Qorasuv mebelchilar shahridan bir ichkariga bir 5-6 yo 5-6 kilometr atrofida kiriladi mana. Bu yo'llarimiz kanal. Shundoqqina kanal bo'yida tapchan qo'yib yoz kunlari dam oladigan joy qilsanglar ham bo'ladi.
chorvachilik, parrandachilik qilsa bo'ladi aziz kuzatuvchilar. Bu yog'imiz molxona, boloxonasi bilan taxminan bir 10 ta yo 6 ta mol sig'adi. Mana paniyalar ekilgan, ekin ekilgan. Mana ko'rsatib o'tamiz to'liq. Like bosib qo'yinglar aziz kuzatuvchilar, like. Obuna bo'lib qo'yinglar, obuna. Kelinglar, ko'ringlar, egasi bilan gaplashinglar. Bu uyimizda narxi keladigan bo'lsak 90 ming AQSh dollarigina o'tib beradigan joyi bor ekan. Kuzatishga davom eting. Mana parnik. Qish kunlari ekin eksa ham bo'ladi mana. Gaz, svet, suv, Wi-Fi, internet hamma tarmoqlar o'tgan. Mana suvdan muammo yo'q. Mana uyimizni yana bir bor ko'rsatib o'tamiz. Ko'chalarga chiqib tashqi fasaddan olamiz. Mana darvozaxona keng, uzun. Bir 3 ta mashina sig'adi. Mana kuzatuvchilar, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Mana ariq o'tgan uy oldidan. Chorvachilik qilaman degan yurtdoshlarimizga juda ajoyib qulay joyda joylashgan. Uyimizning fasad qismi. Like, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar aziz kuzatuvchilar, like. Mana hokimiyat yangi tushgan domlar. Shunaqana yoninglarda. Kelib ko'rib, savdosini qilsanglar bo'ladi, barakasini qilsanglar bo'ladi. Kattagina uy. 11 xona, 20 sotka. Aziz kuzatuvchilar, like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar.